Assalomu alaykum, qarindoshlarım. Tünügün keşte bekçik bir münazirlarning bo'lib ketganligi tufaylidan Facebook'a bu Mekkadagi G'ut Ahmad G'ut degan munofiqninki so'zlariga pisand qilmaslikqa bir kichikgina bir narsa ishlab chiqarib qo'ygandim. Chunki u ovozlar chiq odamlarninki nimasini oromini buzdi. Men hamda xalqning orasidagi bir e, ovoz desam bo'ladi. Men ovoz chiqaruvchi. Men hech qanday tashkilotninki vakili yoki hech qanday nemis emas. Shuning uchun xalqning ovozini anglayman. Men o'zim bir xalqning vakili bo'lgandikin. Mana 200 dan oshiq qarindoshlarimiz tunugin mushtaq bir ish bo'ldi, bizni topdan chiqarib etish bo'ldi, radiya qaytirdik. Mushu topga qabul qilib olgan bir insonga mushu nimishkin mushuning ovozini anglaymiz. Mushu Ahmad Qo'qotning deb turib radiya qaytirganligimiz uchun topdan chiqarib etdi deb turib fikrlar kelganligi uchun men uni ishlab chiqarib qo'ydim. Bugun u Ahmad Qo'qotning ovozini qo'ymayman bu yerda. Unda bir axlatni anglashimiz, qayta axlatni anglashning qat'iy hojati yo'q. Ammo mushuningga bo'lgan ba'zan bir fikrlar u bo'lani qo'yib o'tmoqchi men. Assalomu alaykum ada. Ma WhatsApp'da gaplar hamda. Shu bu tunugun yaxshi bo'layotgan bu g'avg'a shu Oliy Kengash topida bir topildigan. Buningga bir ayni oldin bir qo'sh qo'yib ekan. Qaytlab qolib ekanman. Shuni ochidi bo'ldi bu g'avg'a. Onun oldida bu Mekke muxbirmi, ixtiyor muxbirmi, boshqa bir muxbiri adamlar. Onun oldin boshqa xil g'avg'alarni qilgan, uningga radiyalarni bergan. Onun da topdiki qarindoshlar shahid bo'la oladi uningga. Bu dönem 3 kun va ishdan tushib anglasam o'g'mang'ash. Bizning Sharq Turkistonni ikkiga bo'lib yutibdi bu. Şuna olan onun sel terikip kaldım ben o gaplarga. Şu o topta inkas qaytargan buldum. Belki avazım hem sel açığım gap qalganlık sebebini sen avazın yukarı kettim onu bilmedim. Lekin hem de o yerde o adam tullab bu qilishlar bo'lmadi. Hem de sel ben özün sel ifadelab koydum hem de tasavvur koydum. Gap sözlerde hem de ağzımız işler bo'lmadi. O yerde asas deyilgen inkasım oldu ki nimde bu Şarkı Türkistan işkiyi bilimiz. Bu bir bütün toprak tutsa nimge işkiyi bilmez. Bu Xitayning özünki burunu tartib qo'ygan siyosat shu. Elik atalmış Janubiy Şinjan, Shimoliy Şinjan deb o'zi bilib qo'ygan bu. Endi shuningga bizmi shuning sanamiga desam do'qmanda. Andan keyin buning degan gapining oxirida biz ashta yashab tursam men vatanning davanın akını hem de ballarımız kavarsa ben aşağının pulunu xərcləyib özü bilib çıkan yerlerinin şunun pasportunu elib жүrsəm de o sen özünün pasportunu elib жүрsən başqa boptu sen aşağıda böldün mü deyli xiyalında hakkı berib etken zamandaki Uygur emas mı? Şarkı Türkistan'ın xalq emas mı? Nimda şahsiyetçi bu bizim millet hazır. De muşta bir şekilde inkas qaytırgan ben bununla. Hem de qaytırsam meni o toptan çıkarıp yutuptu. Ondan keyin yani bir ağaynimiz mı hem de aslında hem de beni qollab qo'yadilar. Aşağı diyen bir adam bilen muş adamның ishkisini tilib deb xat yozib qo'ygan. Uni mi chiqarib yutuptu. Shundan men o adamning o'ziga xat yozib qo'ygan. Yozib qo'yib yana bir to'ppa erkin fikrlish deb erkin münazir var. Şununla tünügün siz çıkargan videodan akımızın videosunu yanken siz çıkargan programdan geçtiğinizde evet koysam o topta mı çıkar YouTube'da? Ben muşladım şu gün bulup kaldım şununla izgip kaldım. Bu yakında bu yan WhatsApp'da her kısım nesilde bu topla peyda olup gitti. Her yalnız topla olup gitti. Bunun açıdan nurgun adamlı var 200'den, 300'den, 100 en tövbe 150'den adamlı varken. Hem de ben tuğan bu Ali Kengaş topu diyen topluluğda
Özüm şahit olduğum nurgun %95% adamlar hemmisi müstakillik, azatlık deb şu gap so'zlarni qavatıdı. Bunun için nayt az endi hesap şu 1%tek adam şu got qo'xshash. İşte gavga qavatqanlar. Endi mening o'ylig'im mush topni qurg'uchilardan men gumonlandim hozir menchu. Shuncha bola Uyg'urni bir ekab to'plab sen mushundaq bir adamni men shu vaqtda degan ma adamni ya chiqarib yetili ma topdan. Ma topda mana adam to'musa ma Uyg'ur miyari chiroyli fikrlashili. Miyada cho'nglarimiz va kichiklarimiz va bu adamning og'zining buzuqligida hamma adam shoir. Biz mutlaq o'taqildi ondan gapni qilishdan xijil emas. Çoğunluğu var. Ne çıktım dedim. Çoğunluğu var. Manaşıda ayallar var, erler var, çoğunluğu var, inilerimiz var, akıllarımız var, dadı demetlik adamlarımız var. Manna paranı kılışmayla, özünüz Mekke Medine'de yaşayıpsınız, uluğ yer yaşayıpsınız, manna gelip kılmayla toplaştığı çıraylık ya madem ne yoktu. Ya kanna kılımız maaş ne desem hem de şu mini yok tutup da bırakla. Şunu olan benim gumanım şunu ondan kim başlandı? Muş topunu kurup ula. Muşundaq azatlık, müstakillik degan adamning ham asosiy mushta adamni tiqib o'tirib mushta g'avg'o qilganda bana tiqib. Anandan keyin mush adamning orasida mushta bir mani pitni bosadi deb buldujuma yana gap. Mushundaq bir pitni bosadni chechib bo'lsak pul teshikkiga ya bo'lmasa anda qilsa qildi, manda qilsa qildi deb boyada bir ish qilaman degan Uyg'urni seskendirib o'tish. Çünkü bular ilk Uygur oğansanlar buldu de oğunu kettik o. Oğunu ketip hem de bular oğultamıdı o bizne. Hem de bularның taktikasını bulap kaptı desek. Hem de bular hem de seskendirip öteş. Muşta adamla aramız kıtıqı yürüpçü. Ma davada ne boldular. Muşundalı güvenli olacaklıkların neymiş kılamına. Ay Amerika kavatıdı o. Men neymiş kılalaydım. Digidekli bir eke kuyuşken oylap baksam. Şunun hem müşahede mana program hem çıkarıp kalsınız şu bizim vatandaşlara Uygurlar deydiğen gipem mannak topladın çıktınlar. Top lazım emez. Bunda kılıka hiç kandak işin ilgili bastırmaydıgan top lazım emez. Çıkıp emeli bir iş kıldı. Bulanın bu senemege, bulanın bu dipi usul oynamaylı. Rahmet. Buldu eğer de Ayşe üstlükse evet kinim Ayşe'den doğru gelmişse şunu çıkarıyorsunuz bula. Şu anda bulanın hazır kımaksı şu bulup kaptı. Hazır Uygurlarının kalıs içilip sen Salih Hudayar çıkkanda mı yan cık Uygurlar içilip gitti kalıs ya. Onun size olamaz man efendim var. Leksiyalarda nurgun Uygurlarını içip gitti kalısını. Şu Uygurlarning kalısı içip ketgandan endish qildi-ku bular. O'zining manfaati va emasmi buni orasida? Manfaat uchun hozir bu haq qarindoshlarimiz sotadigan darajaga kelibdi hozir. Yeyotgan nindan qurib qoldi emasmi bola? Boshqalar chiqib kelsa. Qurib qolmasqam bo'ladi endi. Balkim ozlab ketadi. Ham da'vo uchun nurg'un odamlarimizni ko'ryapmiz mana. O'zining oilasidan voz kechib qavatqanlarni ko'rdik. Mal dunyodan voz kechib qavatqanlarni ko'rdik. Salih Hudayar bizning muhira kichikka inimizmi. Shu inimiz kendi mana maydonga chiqib qavatdi. Bir gap, men qo'llab qo'yay ma balni. Ma inimiz bir ish qilibdi, kelishimiz bizdindimi? Qasa mana jonliq bir o'g'il bola ekan, miyada yoshlarning oldida turgan. Shuni bir qo'llab qo'ysak da'vorimizning oqibatini umid bor ekan. Biz to'g'ri bo'ldi. Unda demaydiganda bular. Tillablar. Bularning ishini Xudoyim bo'lsa Allohmi bularning tanavini tatidi. Bular Allohning oldida g'ayriqni so'rg'i va berdigan. Xalqning orasidami berdigan so'rg'i va. İnşallah vatanimiz Türkistan bir azat olsun. Bulardan sonra aldığın işler var.
Bular tehi pek addi oylap git barda vaqtda yakısının gibi kişinin git barda. Aqtay örülüp ketmeydigandek, aqtay mengü güçlük alet turdigandek. Oyladı da to'g'ri düşmanni unda qilib aciz ko'maslik kerak. Ammo lekin hozirda bu düşmanimiz kuchlikda ojizlashib qarab manavatidi. Buni ko'zdan chiqarmaslik kerak. Bulda da sizdan vaqtingizni ep qo'ydim. Allohga omonat. Men bu xizmatga qolgan. Yani ish mushta parangli bo'lsa, bir ish ishlar bo'lsa, bizim atrofdan qilalig'idek ishlar bo'lsa da. Desangiz biz mishadiki bolalar bilan yoshlar yana deyishib o'tinimizga qanday ishlarni qilamiz, onun planlayapmiz. Yani sirtdagi bolalar bilan planlashgan bir ishlar bo'lsa, tanqisaq bo'ladi. Planlashib. Bulda ham Allohga omonat. Bu adamlarni şu mushta top qurg'uvchilarda ashta deyish kerak. Jo'mush topdan chiqarish kerak bunday odamlar. Agar chiqamasa, ashadagi butun Uyg'ur mustaqillik davosini qilmay, qo'llaymiz degandan hammasini topdan chiqitma deb chiqitish kerak. Ya o chiqitish kerak, ya xalq chiqitish kerak. Bo'lmasa bularning haliqi qilgan planiga deb usul o'ynagandek bir ish bo'ldi ekan. Yuqorqi ovozlarni qo'ydim, yana ovozlar bor. Chunki men endi butun mushu mening Facebook'im har qanday bir haq yo'lida so'zlaydigan qarindoshlarimning Facebook'si. Men shularning ovozini anglatmoqchi. Men bu boshqa xil shakldagi suhbat xarakterdagilarni suhbat shaklida bo'ladi, lekin har qanday bir xalqning ovozini men Facebook'da anglataman. Mayli qanday hujumga uchray, u men uchun bir tiyin. Endi Xitoydan buyruq kelgan o'xshaydi, ya Xi Jinping bilan ko'rishib keldimi? Bu Makka desam, yomon bo'lg'idek bu bir ulug' bir zaminning ismini tilga olmay, Ahmad G'utg'ut degan Xi Jinping bilan ko'rishib kelgan o'xshaydi, ikkiga orib berma deganmi bu ya? Shuning bilan bu falsafani o'tirib qo'yibdi. Shuni anglab o'tag'anlarni saqilib olay kelgan erlar, ayollar numus qilmamsizlar, shuning gapini anglab o'tirishning o'ziniki qanchalik bir xo'rlik kelganini, numussizlik ekanligini bilmamsizlar, qarindoshlarim. Shunchalik qaqshab ketibdi shular. Shunchalik endi bu Xitoyning o'zi ekan, Xitoychili so'zladi, faqat Uyg'urninki tilini so'zlayotgan bir Xitoy ekan bu degan narsadan mushlar qo'g'lab chiqiribdi Facebook, bu topdan. Mening topim yo'q bo'lganligi uchun, mening bir ayollar topimiz var, bir 5 ayol kishi. Hozir bu 5 ayol kishi to'pda men jiq ayollarni qo'shmasligimdagi sabab siz bu to'pga kirsangiz, oldingi shartingiz cho'qim Facebookda so'zlay oladigan bo'lishingiz shart. Yoshirincha bundaq holatdagi xonim qizlarni ayrim meyadagi telefon urib, ovozlaringiz orqali ishlatsak bo'ladi. Facebook chiqib so'zlay oladigan holatni aşağıda mashq qilinayotgan jiq xonim qizlarimiz var. Hozir 5 dan 7 ga o'tdik. Mushundaq o shart. Sizlarni yaratmay qo'shmadim emas, faqat maqsad Facebook'ta so'zlaydigan men yolg'iz emas. Facebook'ta so'zlaydigan qarindoshlarimiz mashq qilishimiz kerak, fikrda o'rtoqlashishimiz kerak. Anandagi jonliq bir holatga yetgan chaqda Facebook'ga yetkiladi ba'zan qizlar. Shuning uchun hadilarimiz var, singillarimiz var, do'stlarimiz var. Bununla sizlarni Facebook'ga qo'y, bu WhatsApp'ga akirmasligimdagi sabab mishada. Anandagi yana bir O'rta Osiyodan Shahribonu madimizning bir ovozini qo'yib berma. Assalomu alaykum. Men mushu bizim diniy ulamolarni, bo'pmi taqvodor kishilarni intayin bir pok, sadoqatlik, bo'pmi vatan davosida bir oldingi sapdagi kishilar deb o'ylatdim. Lekin mushu men bu kishilarninki hech qanday bir vatan davosida bir o'zlarining bir dodil fikrlarini aytib, xalqni bir yo'l boshlovchi o'rinda ko'rmadim. Men shunda xulosa keldimki, bu dindorlar, bu ulamolar, bu taqvodorlar Allohdan qo'rqmaydi.
Yani ular hatta Allah'ın barlığıma guman keltiremdikin dep oylayman. Ular kıyametті mi Allah'ın aldıda cevap berdiğen hani özleriniki emelleri üçün. Şunda kışlara kısqıça bular ahiretke işenmeydi. Ahiretning bağlığı işenmeydi. Bunu biz körüp tıktımız. Şu toplada, şu takvadarlarının sözlerinden şunçilik epsuslandım ben bularning. Demek bular Allah'ın bağlığıga, kıyametning bo'ldiganligiga ve Allah aldıda özlerine cevap berdiganligiga işenmeydi bular. Şunçilik ahlakı nachar takvadarlarını ko'ryapmiz. Şundan keyin men shunday xulosaga keldim. İşenmeydigan bo'ldim birinchidan. Bular özlerini intayin bir xalqdan üstün ko'rib, başka xalqlardan özlerini shunchalik bir taqvodor, dindor deb ko'rsatgan bilan bularninki amallardan men shuni ko'rdim. Shuning uchun men bularni faqatla bir oldingi saptiki kishilar deb hisoblamayman ve undaq kishilarni men hurmatlamayman. Bopmu şu men hozir hech qanday bir to'plar yo'q, ayollarning to'pidan boshqa. Burun batdim alik kengash siyosiy muzakkara to'plarida. Shu yerdagi bopmu bizning şu Mekke'deki ihtiyari muhbirninki sözleri intayin meni bir hayron qoldirdi. Bu adamning axloqininki shundoq bir o'zgarishchanligi, yani shundoq bir muqaddas joy deb hisoblaydigan biz uchun Mekke'de yashab etibmi ajoyib bir undaq bir taqvodorlarga xos emas gaplarni qildiganligi ajoyib. Shundan men bir ta'sirlandim ham bundan keyin men undaq özlerini xalqdan üstün ko'rdigan undaq dindorlarni, taqvodorlarni faqatla hurmatlamayman. Ben muşu avazdan keyin yana biraz gap qo'shay. Muşu dindarlarımız Türkiye'deki, Mekke'deki o avaz çıkarmışsın. Türkiye'de Ölümalar Birliği degan o Dünya Uyghur Kurultayı bilan birleşip aldı. Şunun için bir öyne ademi bu Mekke'deki muhbir Ahmet Gotgot. Şu Dünya Uyghur Kurultayı'nınki çang tozan her xil işlerine mesul teşvikatçı xadim boldu. Xitay'nınki kaniyi oldu o. Şunun üçün bu hazır Ölümalar Birliği jimjit oturup algan holatni sizlar bilsanglar bo'ladi. Ölümalar haq yo'lda bo'lsa, o ölüma deb hurmatlasak bo'ladi. Hozir Facebook'larda ne dangdar faoliyatchilarimiz var. Zuvan chiqamay o'ltiruqliq mushunda narsa qo'l qo'shtirib, tilanglashni yana birimidan qo'rqamdi, bilmadim, ko'nglim elishidi ba'zi odamlarnikiga nimalarga qarabmi qo'ymayman. Ammo qarindoshlarım sizlar men bilan o'xshash bir saptiki kishilar şu vatan odada puçulunvatsızlar, ko'nglinglar yerim bo'vatıdı. Bunda işplasqa radiya qaytırıp topladın, çıktınlar. Top kuruşunu yetinglar olsa, özіңlar kursanglar buludu qarindoshlarım. Özіңlar bilan qalbdosh bir yo'ldagi birliksab tuzalaydigan bunda qarindoshlarimiz bilan ittifoq o'rinlashtirsa, top qursak bo'laverdi. Lekin özümüz bilan qalbdosh odamlar bilan biz ittifoqlashamaymiz, birlik tuzamaymiz. Dolqinaysa birlik mushu birliking bor sening dolqinaysa aşını saylap koyup xalqni buzuvatsa sen. Uqib qo'y. Başqa adam sarang emas, senin qilayotgan ishingni bilyapmiz. Uyg'urni buzib, ayni vaqtida İsa Yusuf Uyg'ur jamoati bor yerni shunda buzib ketdigan ittifoqsizlikka kelib. Be ayni sen shuni qilyapsa, davomlatsa, bu qondoshliging yo'q buvangninki ro'yiga egishib, ideyasiga egishib shu ishni qilyapsa. Assalamu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun kuninglar xayrli bo'lsin. Bu necha vaqtni yaqi bu Mekkedagi bu Mekke muxbiri degan bu odam ya o'zini ya bilmay qoldi, cho'pchon bir odam ekan.
Allah'ın bir uluk bir zimini o Xitayga işlep atkan bir adamken bu. Çigi berip ya nimo ömürlerge bağan adamlarını üyük çakırıp alaydan da o videolarını elip nimo interviewlarını kıgan yağı men zaten oylanğandı bu adam Xitay'nın adımıdır. Zaten uçuklaştı bu dünya uygur kurultayının ki atalmış dünya uygur kurultayının ki lalmıştıken bu birinci derecelik Uygur sözleydiğen Xitayken bu, beş modelli Xitayken bu. Bulturum ozakı yıl Ahmet Can Osman'ı tilledi bu adam. Ahmet Can Osman yine bir meydana çıkıp üzeri köketkenliğin yakı senin nimo. Benim ispatlarım bak Xitayla bile işte yarak çıpotağın, o kağın, bu kağın. Ben senin çabığını çıtkı yevidim ben digenden yakı bu bir mezgil yukalgan. Bir mezgil yukalgandan keyin Zumratni tillab ishdi bu. Zumratning promoch parakanda qildi. Bu yil oldingi yili bu Kanadadagi Zeynep degan qizni parakanda qilib yomon sattillar bilan tillab bu. Adam emas bir kiplak xoin narsakan bu. Tönögüm ülüşküm toplağı taqatgan gaplarimi uchuqli o'zininki bir jasurligini ifodaladi bu. Yomon bir eski bir rasvo bir odamkan bu Allohning ulug' bir zaminida turibmi adam bo'lmagan odamkan bu Alloh o'zi hidoyat qilsin bu ko'yni. Anadaki yeni bir qeyrindoshimizdanmi mushu toplarda yana davomliq mushuningga radiya qaytursa, mushuningga jundi chechib avar qildi. Endi bize efsane tillarni shuningga hadiya qildi. Buni endi biz aşınыңga bo'lgan qarshilik deb turib anglab tugutishinglarni umid qilaman. Men her qandaq bir qeyrindoshimizning o seviye yana birma davada biz seviyeni ölçeydigan yerimiz üstel imzalanadigan to'xtam tuzadigan xalqarалық mundaq bir diplomatiyada ishlatadigan üstelga chiqqan ya emas. Bu mening Facebook'im. Kimni so'zitish, har qanday xalqning ovozini anglatish, anandan har qanday ishlarga radiya, nachar ishlarga radiya qaytirish biz bilan birga mengayotgan qeyrindoshlarimizningki burchi deb o'ylayman. Shuning uchun har qanday qeyrindoshlarımning agarda o toplarda rahatsız his qilsangiz, qarshilik ko'rsating, fikringizni o'tirib qo'yib chiqiting. Herkes turmang u yerda. Men burun bir hadimizga shunday degandim, ba'zan narsani anglamasangiz bo'ldi-ku desam, anglamag'ili bo'lamdi deganda, agarda rahatsız his qilmasangiz, anglayvering deb javob bergandim. Men hozir qeyrindoshlarımga deyman, rahatsız bo'lsangiz, inimizga o'xshash javobni berib qo'yib chiqiting. Anglamang, siz u yerga xos emaskansiz deb o'zingizningki maydoningizni bildirib qo'yib chiqitsiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq dunyoning har qaysi mujiriyatdagi Uyg'ur qarindoshlari bizning dunyoda chekayotgan azobimizni hech qanday misli ko'rilmagan bir azob. Musa Aleyhisselam'ın zamanında Firavun'un şu serikçileri Musa Aleyhisselam'ın ki aslının ilan ayınıp onun kulunun nurlanğını görüp iman etkan Musa'nın Allah'sız iman ettik diyen şu iman keltegen Müslümanlarını Firavun sizler benden yüz verip Musa'nın ki Rabbi iman etamsızlar da putlarını kesip başlarından otturdun bedenden çıkıyor bölüyorsun o imanda yenip ketmegen. Ama Allah Teala nait kısa vakitte Firavun'un suğu boğup şu Müslümanlarını nicatlıkta yetiştirgen. Hazır çok karındaşlar. Bizde şundak bir etikat bulmagaçka bizge Allah Teala Xitay şu bir balalarını öğretip bizi nicatlıkta eriştirgen iş bulmadı. Çünkü bir kavim özü düzelmegiçe Allah onu düzelp koymaydı, Allah ona yardım kılmaydı o da oldu. O kaviminin düzelmeyiğinden çıkmasının birisi o Mekke'deki müşerik Ahmet Hudhud. Bu şerefsiz memleketine tökü bile Kaşka, Xotan, Korla, Turpan, 90'da mı bezken? Şerefsiz! Sen kimsen ya? Bunu Xitay'ın kitabı da okuvatkan. Sen kim Xitay'da müşten seni ayatıyordu? Xitay'ın kıllısı da hazır. Bütün dünya kozgulup gidip bana karıştırıp kaplarsa, bütün dünya benden mal emma kaplarsa, bir milyon, bir buçuk milyar adamını ben kadına başkurup birisini Xitay yap tutuda açıkçılıkta. Şunun için ben bu
Bak şimal tarafının hemmesi bana kalsa ama canım taraf degende o seviyesi çıktı. Degendek aşındak yapını kılıp bu şerefsiz. Bunu planı sokmatmadığını sen bilip bu toptaşların avazı anlatamsa hayvan. He? Ya solam ki cılaplı olasın ya. Ben ağzını buzmaya diyendim devtey. He? Ya bu cılap ağaçlarına vergen var bizim memleketten. İçi kız hunelik şafır. Şununğa qeyrindaşlarım, erkek degen sözleydi. Erkek degen, eğer haq yolida bolsang o'ttirg'i chiqib ikki og'iz so'zla. Har qandag'inga deydigan gapim. Men shunchalik qo'shildigan yerim nima? Bizning topda bir muncha onalar bor. Masalan, 7 jiq so'zlaymiz, qolganlar mashq jarayonida. Qizlar bor, singillar bor, har xil fikrlarni berdi. Eğer de tünögünkü günlükte men ifademni bildirmesem 100 adamның gapini anglamagan bo'latdim. Şunun uchun bugun atdigan ishga berib qaytib kelgan vaqtimda qarasam 200 dan eshib ketibdi. Zumrat xonim, siz gap qilishingiz kerakdi. Boshqa odam hammasi eg'iga tiqib oldi beshini. O tashkilotlarni tonimaymiz, lekin Uyg'urninki biri va xalq vakili bo'lish sifatingizdan siz gap qiling dedi. Shuning bilan Muşu gap qilganlarning ichidagi ba'zan ovozliq narsa ajoyib hamda ochchig'idan har xil gaplarni qilganlar borkan, ularni qo'ymadim. Mavi yaxshi sal qo'yg'ili bo'lganlarni tanlab turib, anadikin qo'ydim. Qarindoshlarim, bizning tuproqimizni sen bo'lanmaysan, sen kimding degan narsani uqtirishimiz kerak. Bizningki o'zimizning madaniyatimiz va bir millat. Biz turk millatlarining ichidagi bir millat. Lekin o'zimizning ayrim tili va yezigimiz va madaniyatimiz va bir millat. Zeminimiz va bir millat. Faqat ishg'oliyat ostida. Buning yaxshi javoblari ertaga chiqadi. Mushuning uchun o'pkimizni bosgan asosda o'zimizga sahib chiqaylik qarindoshlarim. Nima deb mumkinib olamiz bir yerda? Mushundaq bir ovozlar chiqsa jimjit o'ltirib verishning o'ziningki gunoh ekanligini bilmamsiz? Agarda oxir zamon bo'lganini, u dunyo bu dunyo deganni bilib yetgan bo'lsangiz, siz haq ustida o't bo'p yanasiz. Qarindishim, mas inelerimiz chikitibdi topdan. To'g'ri, qarshilik ko'zitish degani men chikatkicha ular meni qo'g'livatdi dedi. Bo'ladi. Bir necha qarindoshlarimiz tunogin qarshilik ko'rsatganligi uchun topdan chiqarib etibdi. Topdan chiqarib etgan bo'lsang mayli. O sening nimati? O vatanimizdan ayirib mishalarda musafir yashab yurimiz. O top nimati biz uchun? Topni o'zingiz quring. Men kiray topingizga. Men har qanday xalqning ovozini chiqarman degan qarindoshlarimning yanida turaman. Men bugun mushu Facebookni, mushu qitimliq naq maydonni ashu bir nachar illatlarga qarshilik ko'rsatayli. Mushu inimizdek, Germaniyadagi bir inimizniki, nima Gollandiyadagi bir inimiz. Nechisi birlashib shundaq bir qarshilik ko'rsatibdi. Mushu xalqning kuchayganligi, haq yo'lda mangadigan qarindoshlarimizning jihligini ifodasi deb bilaman. Shuning uchun bunda qarindoshlarimga sahip chiqishlar emas, ovozni chiqarman deb turib bu naq maydonni o'rinlashtirdim. Sizlarningmi hamma yerlarda mushta qarshilik ko'rsatishinglarni, nachar bir narsalarga biz uchun hech qanday bir inson 35 million xalq yashayotgan shu tuproq ustidan nimichi qaror chiqarish huquqi yo'q. 35 million xalqniki vakili emas. Dünya Uyg'ur qurultaysan hech nima emas. Sen Makkadagini saylab qo'yganing o'zingning munofiqligingni texmi bir daraja uqtirib isbotlab berding. Rahmat sizlarga. Bugun men biroz chechilib qoldim. Hem qarindoshlarimningki davomliq nachar ishlarning ustidan cho'qim qarshilik ko'rsatishini, o'zimizning tafakkur ingini texmi kuchaytirishimizni tavsiya qilaman. Rahmat.